Hammaga assalomu alaykum. Oldingi videolarni ko'rayotgan bo'lsalaring, oldin faqat kichikroq mini loyihalar qilayotgandik xolos. Endi sal murakkablashamiz, ya'ni o'rta darajadagi loyihalarga o'tamiz. Endi seriyali loyihalar, ya'ni qismlarga ajratilgan loyihalar qilamiz. Hozir rosa ko'pchilikka kerak bo'layotgan admin panel qilib ko'ramiz. Admin panelga albatta o'sha backend aralashtirmasa, faqat frontend o'zida bo'ladi boshlanishiga. Keyin qo'shilish mumkin. Atak boshlanishida faqat frontend o'zida, HTML, JavaScript o'zida bo'ladi. Buni men o'sha qismlarga ajratib video qilib qo'yib boraman. Shu birinchi qismda, shu qismda hozir biz bitta JavaScript obyekt yaratib, attagini ekranga chiqarib, ekrandagi tartiblab, ekranga chiqadigan ma'lumotni tartiblab chiqaradigan bo'lsak, chiqaramiz. Birinchi qismida, ikkinchisida xuddi o'sha ma'lumotlarni tahrirlash, uchinchisida yana boshqa qanaqadir imkoniyatlar qo'shamiz. CSS qo'shamiz, keyinchalik bo'lmasa HTML dan boshlaymiz. User biz xuddi o'sha obyekt yaratib olamiz. User degan. Bunda ID bo'ladi. Hop, ID per name yana hop age yoshi bo'ladi. Job template bazda software engineer deylik. Name Bahadır from web. Bundan keyin birinchi to'lovni qo'ysak. Buni 19 qilamiz. Bitti. Yok, ben 3 tane çıkarıp lazım. Bu obyekt tayyor boshlanishiga. Endi o'sha buni tartiblab turib, ekranga chiqaruvchi bitta funksiya yozamiz. Get data degan.
har birini tayinlaymiz userga. Bundan keyin bunga div hb ga hop hozircha bu bo'ladi. Endi tagi user card topib olamiz. Hop, bitta hammasi to'g'ri ketdi deb o'ylayman. To'g'ri o'ylabman. Hamma narsa chiqdi. Mana uni mana shunday bo'lsa, hop. Endi buni biz tartiblab olishimiz kerak. Tartiblash deganda, masalan, yoshi bo'yicha tartiblaydigan bo'lsak, birinchi 19, keyin 20, keyin 25 chiqishi kerak. Hop. Bunda biz bittagi joyini o'zgartirib qo'yamiz, albatta. Boshqa usulda tartiblashimiz kerak. Hop. Albatta. Sort ettik. Bu A bilan B qabul qiladi. Hop, bunga return A the age'dan minus B deya chiqsa,
o'sha biz aytgan narsani qiladi. Birinchi 19, keyin 20, keyin 25. Ya'ni o'sib boruvchi tartib bizda shunaqa usulda tartiblar bo'ladi. Hop. Nimaga ayni shriton ada ejidan bd eji deydigan bo'lsalaring, ada eji misol uchun bu bo'lsa 20 bo'lsa, bd eji bu 20 dan buni ayiradi. Buni ayiradi agar bu plus bo'lsa, ya'ni 0 dan katta son bo'lsa, ada o'zida qoladi. Значит bu katta ekan deb hisoblaydi. Kichkina ekan deb hisoblaydi. Birinchiga chiqaradi. Kattasini pastga tushirib boraveradi. Agar biz buni ko'rsataylik, mana 19, 20, 25. Agar biz buni b dan a dan ayirib olsak, xuddi shuni teskarisi chiqadi. Ya'ni kamayib boruvchi tartibda 25, 20, 19. Bizga idlar ham har xil bo'lib ketib qoldi. Bizga hozircha shu bo'ladi. Endi mana accuracy idlari bunday ham xato bo'lib ketyapti. Hop. idlari xato bo'lib ketyapti. 1, 2, 3 bo'lyapti. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Hop, buni ham keyingi qismda ko'rib o'tamiz. Batafsil o'sha hozirgi holatdan bu eng tepada turibdimi, eng kichkinasi. Bu bunaqa emas. Mana shunday bo'lsa, 3, 1, 2 bo'layotgan bo'lsa, keyingi qismda xuddi shuni biz metdan o'zgartirmasdan turib, bu funksiyani ichini o'zgartirib, tepada turganini 1, o'rtada 2, eng pastda 3, yana boshqa imkoniyatlarda funksiyalarga qo'shamiz. Shunda batafsil ko'rib ketamiz. Bugunga hozirgacha plus bugunga bo'ladi. O'zlaring yozib, o'zlaring tekshirib ko'ringlar. Qanchalik qilasizlar, qilolmaysizlar. Agar qilasizlaring yoki qilolmasalaring, GitHub profilim bor. Xuddi shu videoda opsiyasida o'shunga o'tib, bemalol meniki bilan tekshirishlaring mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.